qonun normalarini to'g'ri qo'llab beradigan sudyalarga ochig'i tashnamiz. Shaxsan men juda tashnaman. Nima uchun mijozlarimizga pozitsiyamiz mustahkam, asoslarimiz qonun doirasida bo'la turib ham ishni yutishimiz haqida ayta olmaymiz. Garchi yutuq uchun asoslar yetarli bo'lsa-da, nima uchundir og'zimizni to'ldirib, bu ishda albatta natija qilamiz deb ayta olmaymiz. Xo'sh, advokat nima qilish kerak? Najotni qayerdan istaylik? Nima qilish kerak? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida yozib qo'yilgan. Qonundagi g'altisliklar, qarama-qarshiliklar, tushunmovchiliklar inson foydasiga hal etilishi kerak. Prezident farmoni va Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan mustahkamlangan qoidalarga kim amal qilishi kerak? Faqat men amal qilishim kerakmi? Yo hammami? Faqat advokat uchun chiqmagan bo'lsa kerak u qarorlar. Yo faqat advokat uchunmi? Faqat advokatlar uchun, qolganlar uchun majburiy emas degan biror bir istisno bormi? Vijdonan baho beraylik holatga, vaziyatga. Nega ishlamayapti ayrim qoidalar? Nega u inkor etilyapti? Nega improvizatsiya qilishyapti? Ayrim sudyalar nimaga? Improvizatsiya qilish kerak emas, siz ijodkor emassiz. Siz qonunni to'g'ri qo'llab bering, tamom bo'ldi, boshqa gap yo'q. Sizdan ortig'ini so'ramaymiz, ortig'iga da'vogar ham emasmiz.